Mana shunaqa videolar qo'yilsa million prosmotrlar bo'ladi. Lekin ehsonga kelganda, mana shunaqa opalarga uy qurishga kelganda uncha faol emasmiz aziz do'stlar. Hozir uy boshlaganmiz. Mana shu opamizga Qashqadaryoni bir chekkasidan olib kelib, mana shu yerdan yer sotib olib, fundament qo'yib, g'ish ko'tarilyapti aziz do'stlar. Mana shu videoga ham 1 million ta layk yig'a olmaymiz aziz do'stlar. Hamma ko'rayotganlar yaqinlarga tarqatib, layklarni bosib, tarqatinglar. Mana shunaqa videolarni ham ko'ringlar va savobga ega bo'linglar. Buni savob juda ham katta bo'ladi. Bir kishini uyli qilsak aziz do'stlar. Mana shu yerdan uy qilyapmiz. Hozir odam bo'yi ko'tarildi g'ishlar. Bundan keyin yana g'ish olishimiz kerak. Ustini yopishimiz kerak. Chiroyli qilib mana shu yerda 2 sotix joyga opamizga uy qurib bermoqchimiz. Qo'llab-quvvatlaydiganlar bo'lsa, layklarni bosib, ehsonda bardavom bo'lamiz. Qo'ldan kelgancha yordam qilib turasizlar aziz do'stlar. Xudo xolasa, buni savobi juda katta bo'ladi do'stlar. Qayerdagi videolarni ko'rib, gunohga botgandan ko'ra do'stlar, mana shunaqa videolarga, mana shu g'ish 1,5 ming so'm turadi do'stlar. Mana shu g'ish 1,5 ming, 5 ming tashlasangiz do'stlar, 3 ta g'ish olamiz. Buni savobi juda katta bo'ladi. Mana shu uy buzilib ketguncha kimlar yashasa, mana shu uyda sizlarga savobi har doim borib turadi. Shuning uchun qo'ldan kelgancha kimdir 5 ming, kimdir 10 ming, kimdir 50 ming so'm yordam qilib turinglar. Xudo xolasa mana shu opamizni bir oy ichida uyli qilamiz deganmiz. Xudo xolasa ishimizni 50% o'zi bitdi do'stlar. Qolgan 50%ni birgalikda bitiraylik. Ehsonga ulgurib qolinglar. Xudo xolasa yordam qilib tursanglar, bir 15-20 kun ichida mana shu yerda chiroyli qilib hovli devor o'rab, katta darvozalar qo'yib, dush tualetigacha qilib, chiroyli qilib opamizga topshiramiz. Remontlari bilan eshik derazalarni qo'yamiz. Xudo xolasa do'stlar, oz qoldi bu yog'i. Layklarni bosamiz, qo'llab-quvvatlab turamiz. Xudo xolasa opamizni uyli qilamiz Qarshi shahrida. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hammalaringizga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Bizni qo'llab turing. Qo'llab tursalaringiz tezlashtirib uyni bitkazib olamiz. Xursandman. Rahmat hammalaringizga. Duo qilaman hammalaringizni. Doim duoda bo'laman.